Hozir hamma yoqda virus tarqalgan. Men o'zim ham shamollab yotibman. Issiq kunda shamollagandan keyin tuzalish juda ham qiyin. Tomog'iga, burunga hamma infeksiyalar yopishib olgan. Shunaqa payt uyda o'z vaqtingizni tejagan holatda mashinalardan olib qo'ysangiz, vaqtingiz ham ketmaydi, ortiqcha pulingiz ham ketmaydi. Issiqda o'chirib qo'ylamaysiz. Oddiygina arzonga mana shu ingalardan olib qo'ysangiz bo'ldi. Jiyanlarga ham, o'zingizga ham mos tushadi. 3 ta rejim ishlaydi. Hozir bu birinchi rejimda, ikkinchi rejimda, uchinchi rejimda. Ajoyib, a? Xohlasangiz tokka tiqib qo'yib primoy ishlatasiz. Xohlasangiz orqasiga batareyka tiqib qo'yib bespravdor qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bunisi kattalar uchun nasabga, mamtidan xohlasangiz rezinka o'tkazib olib taqolsangiz ham bo'ladi. Bunisi bo'lsa jiyanlarga, kichkinasi. Bunisi bo'lsa обычный og'izda o'ziga tiqib oladigan nasatkasi. 3 xil nasatkasi bor. O'zingizga ma'qulini qo'yib bemalol ishlatib olasiz. Tepadan dorisi quyiladi. Men ekranda qanaqa dorilar mumkin, qanaqa dorilar mumkin emas qoldiraman. Screenshot qilib olsangiz bo'ladi. O'zingiz vaqtingizni, ortiqcha pulingizni ketkazgandan ko'ra bitta uyga olib qo'ying, hamma maza qiladi. Keverasizlar. Narxini aytib o'taman, atiga 150 ming so'm. Respublika bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor.